Birodarlar, uyimizda-chi yetarli ish turibdi. O ummatni g'amini qilib osmondan kelmasdan qizingizni tarbiya qiling, jannatga kirishingizga shu ham kifoya qiladi. Bolalarni tarbiyasi bilan shug'ullaning, qiyomatda shunga javob berasiz. Ayolingiz, farzandlaringiz haqida. O'zi sigaret chekar, ummatni g'amini gapiradi. Yerga tush birodar. Jannatga olib boradigan ishlar birodarlar o'zimizning uyimizda turibdi. Uyimizni tuzatmasdan turib tashqariga chiqib gapirishlikka ozgina nima qilaylik? Insof qilaylik, uyataylik. Bittamida, ikkitamida, uchtamida qiz bolani tarbiya qilib, oppo yuvib tarab, tarbiyalab, iymon e'tiqodda, taqvoda, hayoda tarbiyalab, balog'atga yetganda o'ziga munosib bo'lgan dindor, iymonli, taqvoli kishini topib nikohlab uzatar ekan, shu qilgan ishi, ishoninglar birodarlar, jannatga kirishligiga kifoya amal bo'lishi mumkin.